Hürmetli vatandaşım, ben tüvendeki leksiyani bir fevkalade leksiya yoki fevkalade haber dep hesapladım. Şoňa moşa boýunça muamele kıldım ve sizlerge tonuşturuşny niyet kıldım. Belki vaziyet moşa boýunça boladigan bolsa, yakında Jungo Tibet münasebetinde kandak özgürüş boladiganlygyny her xil ýollar bilen tasavvur kılsaňyz bolady. Vaziyet mana şu derejege geldi. Şundakly bu vaziyet okşaşly Şinjan raýonunda hem başlandı. Mesela alaylı Jungo Pakistan başçılığındaki 4 devlet jygynynyň Ürümçide açylganlygy, şundakla Otur Asya'daki 5 müstakil cumhuriyetiniň taşky işler ministrliginiň Washingtonda 8-nji aýynyň 3-nji güni okşaş bir günde jygyny açkanlygy hemmemizge ma'lum. Şu 8-nji aýynyň 3-nji güni etrapyda Tibet diýen nime işler boldy. Bulanymy sözlep geçiş dogry keldi. Vaziyet bir-biriga münasebetlik bolup galawatydy. Şoňa Tibet Jungo münasebetinde men oýlaýman ki aldymyzda belki yaman tiz etganda biri ýa-ki äte ýa-ki bir az, belki bir az wagt saklap kalyş mümkin emas. Şoňa Jungo bilen Tibet oturusy, Tibet münasebeti oturusy bir özgürüş boladygandek bir wagt şahydy ýa-ki paketi bilen biziň tasawwurymyzda peýda bolup atydy. Yoldaşlaryň tüwendiki leksiýaga dikkat bilen kulak berişini anlayın. Hoş yol boylap atlanyş. 3 çoň signal tarqatdy. Kompartiýanyň ýokary katlamadakiler toplanyp Tibetge keldi. Mawzuly habar 8-nji aýynyň 16-njy güni Dovitor betide elan kılındı. Habar mundak başlandy. Bir hafta içinde Guangdong өлküsiniň sekretary Ho Chunhua hamda memleketlik siyasi kengaşdyň reisi Yu Jingshin ilgirkiýen bolup Tibet'in vilayetlerden biri Changdong'u ziyaret kıldı. Qatar ziyaret kılış az uçuraydıgan bir ahval idi değildi haberde. Dikkat vatandaşım, bu az uçuraydıgan bir ahval değildi. Dalai Lama taraftan kesel bulup kaldı degen haber tarqalışga başladı. Tibetki millet ziddiyetleri yanılı burunqadak mavcut bulup turgan ahval aslida 2 nefer ýokary derejeli kadrynyň Tibetni ziyaret kılışı iktisat ve birlik sep jihat oturgy çıkıp Jungonyň Tibet raýonynyň mokamlygyny goglaşdy maksat kılgan bolsa gerek. 8-nji aýynyň 13-nji güni BDH ýygynyda demeliş daha ahyrlaşmay turup memleketlik siyasi kengaşdyň başlygy Yu Jingshin Tibet Changdong'u gözden köçürdü. 8-nji aýynyň 13-nji güni dikkat 8-nji aýynyň 3-nji güni Ürümçi ýygyny Washington ýygyny baş sözlep etdik. 8-nji aýynyň 13-nji güni memleketlik siyasi kengaşdyň reis Yu Jingshin Tibetni ziyaret kıldy. Memleketlik siyasi kengaşdyň başlygy Yu Jingshin Tibet Changdong'u gözden köçürdü. O gözden köçürgende mundak dedi. Çet el güçleriniň Tibet Budda diniga täsir körüstüşini çekkaş boýunça dini gaýdalaryny sosializmniň ýadroly kymmat garaşy boýunça düşendirip watanyň birligini gogdaýmyz. 8-nji aýynyň 3-nji günde 7-nji güni Guangdong өлküsiniň sekretary Ho Chunhua Tibet Changdong'a berip alakadar taraplar bilen bu ziyaretni Guangdong'nyň sekretary Ho Chunhua Changdong'a ýardam berişini tekşiriş dep atady. Demek Guangdong өлküsiniň sekretary Ho Chunhua 8-nji aýynyň 3-nji güni Tibet'in Changdong vilayeti ketdi. Biz ýokary nime dedik? 8-nji aýynyň 3-nji güni Otur Asya'daki 5 devlet taşky işler ministrligi ýygyny Washingtonda açyldy. Jungo teşkillegen 4 devlet ýygyny Ürümçide açyldy dedik. Ho Chunhua Jungonyň siyasi sahnesinde ýaş güçler dep atalydyganlaryň biri. Kişiler Ho Chunhuanyň keler nöwetlik partiýa gurultaýda döwletniň ýokary derejelik rahbary boladiganlygyny kıyas kılışydy. Ho Chunhua Tibetde 20 ýylda hyzmet kılgan kişi. Tibet partkomunyň katibi, muawin sekretary qatarlyk amellerde bolgan kişidir. Tibetni puhta biladi. Tahlilçiler mundak hesaplady. Muawin Döwlet Derejeli Siyasi Büronyň azasy Ho Chunhua, Döwlet Derejeli Siyasi Kengaşdyň reisi Yu Jingshin bir hafta içinde ilgiri kiýin bolup Tibet Changdong'u ziyaret kılganlygy
tolumu bir gayri ahval. Dikkat vatandaşım. Tolumu bir gayri ahval. Taşqaridagilar qiyos qilib mundaq ko'rsatishdi. Bu balki mundaq uch cho'ng signaldan derak beradi. Birinchi, bu ish Jungo Kompartiyasining Tibetning ichki ishlariga Amerikaning aralashishiga zarba berganligidir. Ikkinchi, Dalay Lamaning jiddiy kasalligidan paydo bo'ladigan Tibet rayonidagi davolg'ish taqobil turish uchundir. Ikkinchi, Dalay Lamaning jiddiy kasalligidan paydo bo'ladigan Tibet rayonidagi davolg'ishga taqobil turish uchundir. Uchinchi, Tibetning bir o'lkasi hisoblangan Changdoning alayda o'rniga munosabatlik bo'lishi kerak. Şu yer vaqt 8 ayning 10-kuni Amerika Qo'shma Shtatlar Davlat Mahkamasi xalqaro diniy e'tiqod erkinligi to'g'risida doklad e'lon qilib, buning ichida ko'p yerda Tibetning dini to'g'risida to'xtaldi. Dokladda mundaq ko'rsatildi. Kompartiya Tibet dini rahiblariga ziyonkashlik qildi. Doirlarning butxonlarni cheklashi, Tibetlarning ishga o'rinlishi, o'ltiraqlashish, savdo sanoat bilan shug'ullanish, kamsitish bilan muomala qilinganligi va 2015-yili 7 qatam Tibetlarning o'zini ko'ydirib norozilik bildirishi qatorliq hodislar Amerika Qo'shma Shtatlarining diniy e'tiqod erkinligi to'g'risida dokladida tilga olindi. Jungo mundaq hisoblaydi. Amerika Qo'shma Shtatlari diniy e'tiqod masalasi bo'yicha Jungoning ichki ishlariga izchil aralashib keldi. Birinchi Tashqi ishlar ministrligining bayonoti Xitoy mundaq dedi. Amerikaning xalqaro diniy e'tiqod erkinlik komitetining doklati siyosiy bir taraflamalik bilan to'lgan. Jungoni asossiz ayblagan. Jungo Amerika tarafining diniy masalani bahona qilib, Jungoning ichki ishlariga aralashishni to'xtatishga haydakchilik qildi. Kompartiya rahbarlarining Tibetga to'planishining orqa ko'rinishida Dalay Lama kasalga giribtor bo'lganligi xabari tarqaldi. Dalay Lama navbat 81 yoshga kirdi. Yaqindan beri Yevropaga berib, Amerikaga kelib davolandi. Dalay Lama kasalligiga taqobil turish uchun vorislik qilishni davomlashtirmaydiganlik to'g'risida so'zlaganda Kompartiyaning raddiya berishiga uchirdi. Dalay Lama Amerika Minnesota shtatida kasal tekshirtgandan keyin uning kasali daramsaladiki Tibetlar o'rtasida aloqazodalik paydo qildi. Tashqari dunyodikilar agar Dalay Lama qaytish bo'lib qolsa, daramsaladiki Tibetlar orasida emas, hatto umumiy Tibetda ham davolg'ish, siyosiy davolg'ish yuz berishi mumkin. Rais Xi Jinping bilan Chunxuaning rais Yu Jinshin bilan Hu Jinxuaning Tibetni ziyorat qilishi bu jihatda o'ylanishni chetga qaqmaydi. Dalay Lama og'ir kasal bo'lib qopti. Agar shu tabiat kamaytishi yo'li bilan aytgan tabiatning elib ketishiga aytganda qaytish bo'lib qolsa, Tibetda va Dharamsalada umumiylik siyosiy to'polon yuz berishi mumkin. Bu qatimqi Yu Jinshinning Tibetga berishi shu masalani ko'zda tutgan bo'lish kerak deydi. Yu apandilarning Hu Chunxua va Yu Jinshin apandilarning Changdoni ziyorat qilishi Changdoning alayda o'rniga munosabatli. Changdo Tibetning sharqi darvozasiga joylashgan. Yunnan, Sichuan, Qinghai o'lkalari bilan tutishidir. Tibetning 3 cho'ng viloyatidir. 3-cho'ng viloyatidir. Uning ustiga Changdo Tibet mustaqillik harakati ko'p portlaydigan viloyat. Changdo shahri Himayezilik hukumatning temiga hozirmi mustaqil Tibet deb shior chaplangan. Changdo rahiblardan danzing shior to'lab, o'ziga o't qo'yib, ko'ydirib qarshilik ko'rsatgan. Changdo Tibetliklar ko'p bo'lg'ach chet ellik Tibetlar bilan keng doirada aloqa o'rnatib kelgan. Changdo rayoni chet elli sargardon bo'lib yurgan Dalay Lama guruhining targ'ibot yetkazib berdigan nuqtasidir. Jungo armiyasi tunji bo'lib egallagan joy bo'lg'achqa, bu yerda Tibetlarning milliy kayfiyati hozirgacha o'chgan emas. Tashqi dunyodagi mundaq hisobladi. Hu Chunxua Changdo mablag' yordam qildigan bo'ldi.
Yu Jinshin diniy zatlarni tashkillab chet elning ta'sirini cheklashni talab qildi. Maqsad Tibet rayonidagi milliy ziddiyatlarni yumshatib, rahiblarning kayfiyatini xotirjam qilib, Tibetning iqtisodini taraqqiy qildirish. Bu yana tanlab ziyorat qilish Amerika Qo'shma Shtatlarining bayonoti va Dalay Lamaning kasallik ahvoli bilan munosabatli bo'lishi kerak. Bu maqolada asl mohiyat yoshirilgan, asl maqsad yoshirilgan, lekin hodisa bo'lsa-mu sizlarga yetkazdik, e'lon qilinganiga yetkazdik. Sizlar o'zingizlar qarab ko'ringlar. 8-oyning 3-kuni Xo'chinxua Tibet Changduga kelibdi. 8-oyning 3-kuni men boshda aytgandek, hali qizg'in Washingtonda, shundaqla Urumchida ochildi. Agar Tibet yuqorida aytgan Tibetning daisi Dalay Lamaning kasalligiga munosabatlik va diniy ishlar komitetining Amerikada diniy e'tiqod erkinlik to'g'risida e'lon qilgan bayonotiga munosabatlik deyilgan bo'lsa, bu nemishga o'xshash 8-oyning 3-kundan boshlab ham Xinjiangda undaq harakatlar yuz berdi, ham Tibetda bundaq harakatlar yuz berdi. Ishoninglarki, yaqin kelgusida Dalay Lamaning Tibetga qaytadiganligidan bishorat kelyotdi. Vatandoshim, bilguchi Allohdir.